Bestun T33 mashinasi. Bu mashinamizda kuzatilgan muammo golovka prokladkasi kuyib qolgan. Ya'ni bu mashinalarda golovka prokladka kuyish holati nimadan kuzatiladi? Antifriz sistemasidan kuzatiladi hamda benzin sistemasidan kuzatiladi. Endi bunda antifriz tomonlama kuymagan prokladkasi, ya'ni antifrizlar joyida bo'lgan, mashina qaynamagan, lekin o'zidan-o'zi prokladka kuyib, avtoyo'lga antifriz aralashib ketgan, orqasidan ko'k tutun chiqib ketib qolgan. Buni sababi nima deydigan bo'lsanglar, benzin. Nima sababdan benzin? Axir hamma benzindan bitta benzin-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Sizlarda yo'q, unaqa emas. Benzinda ikkita degan narsa bor. 80, 91, 92, 95. Bu mashinalar eng kamida 92 benzinda harakatlanishi kerak. Agar bordi-yu 80 benzin quyib miniladigan bo'lsa, mashinani nagruzka bilan bosgan paytingizda Porsche'ning ustidagi benzinlar yonavermasdan, portlash yuzaga kelmasdan golovka prokladkani, klapanni yoki Porsche'ni ziyon yetkazib qo'yishligi mumkin. Bu mashinamiz Porsche'larga yoki klapanlarga ziyon yetmagan, golovka prokladkasi kuygan. Mana sizlarga yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana Porsche'ning yon atrofidagi aylanasiga e'tibor berasizlar. Oppoq turibdi. 3-silindr ham oppoq turibdi, 4-silindr ham oppoq turibdi. Endi esa diqqatinglarni 2-silindrga qaratamiz. Mana 2-silindrga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, prokladka turadigan aylanasi qorayib qolgan. Nimaga? Chunki shu joydan pudab yuborgan. Endi bunaqangi holatda qanday yo'l tutiladi? Golovka prokladkani qo'yib qaytarib yopiladimi yoki-da boshqacha yo'l tutiladimi? Bunaqangi vaziyatda golovka prokladka qo'yib qaytarib yopishlikka shoshilmaslik kerak. Nimaga deganda, golovkamizni yuz qismlari temir bo'lgani bilan, chugun bo'lgani bilan golovkamiz alyumin bo'ladi. Agar bu holatda golovka prokladka qo'yib yopiladigan bo'lsa, golovka egilib qolganligi uchun prokladka yana havo o'tkazib yuboradi. Nimaga? Chunki bularni golovka prokladka zavodskiy temir bo'ladi. Temir prokladka kuygungacha alyumin egilib bo'ladi. Shuning uchun ham bunaqangi mashinalarni golovka prokladkasi kuygan holatda ochtiradigan bo'lsanglar yoki bo'lmasa ochadigan bo'lsanglar, golovkani обязательно shlipovka qilib, frezer qilib yuborishlik kerak. Sababi golovka egilgandan keyin prokladka qo'yilganning foydasi bo'lmaydi. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar hamda bitta like bosib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarimizda bu mashinamizni sepmetkasi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bestun T33 mashinasi. Bir tomonda Bestun mashinasini golovka prokladkasini qilinayotgan bo'lsa, bu tomonda yana bitta Bestun T55 mashinasini korobkalarini remont qilinyapti. Bundan tashqari esa Malibu 1,5 metrli mashinamizni motorlarini polni remont qilyapmiz. Tashqarida esa bu mashinamizni programma qilishlik uchun olib qo'lingan. Undan tashqari esa bu tomonda Nexia 3 mashinamiz. Hipat yoki Grand Prix qo'yasana. Servisimizda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, ya'ni motor remont, ходовой remont, avtomat korobka hamda programma xizmatlarimiz mavjud. Bu mashinamizni polni golovkalarini remont qilib berganmiz. Bundan tashqari esa opornilargacha polni chaqlab berilyapti. Bu tomonda yana bitta Cobalt mashinasi. Bu Cobalt mashinamizni ham polni golovkalarini remont qilingan. Bu tomonda esa Lacetti mashinasini zubchati remellarini hamda pompalarini almashtirib berilyapti. Bizda barcha turdagi avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatamiz. Ya'ni Nexia Lacetti'dan boshlab polni inomarkalargacha. Mashinangizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ishingizni sifatli hamda kafolatli qilib bajarib beramiz. Ko'pchilik bizdan manzilimiz haqida so'rayotgan edi. Bizning manzilimiz Namangan shahar Afsonalar vodiysining shundoqqina orqasida. Bemalol murojaat qilaverasizlar.